Bir kuni payg'ambar alayhissalatu vassalamning huzurlariga bir inson, bir zot sharif keldilarki, aytdilar: "Ya Rasululloh, man huwa ahabbun nasi ilalloh?" Rasulullohdan so'rayaptilar: "Man huwa ahabbun nasi ilalloh va man hiya ahabbul a'mali ilalloh?" Ikkita savolni berdilar. "Ya Rasululloh, Alloh taolaga eng sevimli banda kim u?" dedilar. Va amallarni yana Allohga mahbub bo'lgan amal qaysi u deya qarang, bir yo'la ikkita savolni so'radilar. Endi Rasulullohning so'zlarini eshiting. Aytayaptilarki, ahabbun nasi ilallohi nima anfa'uhum linnas. Ha, bu Rasulullohning so'zi. Rasulullohning so'zi kimning so'zi? Allohning so'zi. Aytayaptilar payg'ambar alayhissalatu vasallam, odamlarning ichida Allohga eng sevimlilari bular insonlarga ko'p naf foydasi tegadiganlari. Va uni davomida aytayaptilarki payg'ambar alayhissalatu vasallam bu ahabbul a'mali ilalloh. Allohga endi sevimli amal. U zot kelib so'radilar-ku. Birinchi odamlarning eng suyuklisi, bandalarning ichida eng suyuklisi Allohga kim deganlarida Rasululloh uni bayon qildilar, odamlarga ko'p foyda beruvchilari. Keyin amallarning ichlarida eng qilayotgan amallarimizni eng yaxshisi Allohga sevimlisi qaysi deganlarida qarang nima dedilar? Sururun tudkhiluhu ala muslimin dedilar. Bir musulmonni qalbiga yoki nafsiga kirdiradigan, siz olib keladigan bir xursandchilik dedi. Sizni mana shunaqa yaxshi so'zingiz ham musulmonni xursand qilib qo'yadi. Bir sal xafa bo'lib, g'amgin bo'lib turgan bo'lsa, kelib, "Ey birodarim, nima bo'ldi?" desangiz, ko'ngliga aro kirsangiz, o'shan bilan ham quvontirib qo'yishligingiz mumkin. Demak, nima ekan? Amallarning ichida, qilib turgan amallarimiz ichida eng o'sha Allohga suyuklisi bir mu'minni, bir musulmonni qalbiga quvonch olib kelishlik ekan. Ularni quvontirish ekan va davom etdilar. Yoki au takshifu anhu kurbatan. Uni bir qiyinchiligi bo'lsa, qanaqadir bir muammosi bo'lsa, o'shani aritasiz. "Ey birodar, nima bo'lib qoldi? Sizga nima yetishmayapti? Nima muammongiz bor? Nima mushkulotingiz bor?" deysizda, o'shani qo'lingizdan kelgunicha aritasiz. Yoki bo'lmasam au taqdi anhu daynan. Ha, mana shu kun. Mana shu kunda qilib qoling. Yoki qarzdor bo'lsa, uni qarzdan najot topishligiga yordam qilasiz. Mana zakot oyi, ihson oyi bering va so'rab boring, qaysi birodaringiz, qaysi mahalla ko'yingizda qavmi qarindoshlaringiz, ayniqsa mana Hazrat bizni huzurimizga keladi, sizga avvalda kelib yurgan. Birlari keladida zakotimni berishim kerak deydi, lekin o'zini qavmida, o'zini jamoatida silay rahmda qarzdorlari bor. O'zingizni qarindoshlaringiz turib boshqalarga bermang. Ya'ni o'zingizni qavmingizni ichida hojatmandlarni birinchi hojatini chiqaring. Keyin u boshqa mahalla ko'ydan, boshqa yurtlardan qidiring. Demak, yana Allohga suyukli amallardan biri nima ekan? Bir mu'minni, musulmonni qarzdan qutulishlikka yordam berishligi. Qaysi biringiz shuni qildingiz? Allohga demak eng sevimli amal qila oldingiz. Va yana biri, yana nima o'sha Allohga sevimli bo'lgan amallardan deya so'raganlarda Rasululloh aytdilarki, "Au tatrudu anhu ju'an."